Mo'tabar mo'mina ayollar kitobidan. Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha, mo'minlar onasi. Zaynab binti Jahsh ibn Riyob ibn Huzayma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollari, ammalarining qizi, mo'minlarning onasi. Musulmon bo'lmasdan oldin ismi Barra edi deb rivoyat qilinadi. Zaynab ismini unga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam berganlar. Kunyasi Ummul Hakam. Manbalarda Zaynab radhiyallohu anhu hijratdan 33 yil oldin, ya'ni milodiy 590-yili Banu Asad urug'ida dunyoga kelgani qayd etiladi. Otasi Jahsh ibn Riyob ibn Ya'mar, Quraysh sayyidi Abdulmuttalibning kuyovi. Ibn Huzaymada nasabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasablari bilan tutashadi. Onasi sahobiya Umayma binti Abdulmuttalib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ammalari. Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhu islomni qabul qilgan ilk ayollardan biridir. Madinaga ko'chilgandan so'ng Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhu Rasululloh alayhisalomning tavsiyalari bilan dastlab buyuk sahobiy Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhuga turmushga chiqadi. Rivoyatlarda keltirilishicha, Quraysh zodigorlaridan chiqqan go'zal Zaynab binti Jahsh qullardan chiqqan Zayd bilan turmush qurishni istamaydi va payg'ambar alayhisalomga e'tiroz bildiradi. Mufassirlar Ahzob surasining 36-oyati mazkur munosabat bilan nozil bo'lganiga ittifoq qilganlar. Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilganda, hech bir mo'min va mo'minaga uni bajarish yoki bajarmaslik ishlarida ixtiyor bo'lishi mumkin emasdir. Kimki Alloh va uning payg'ambariga itoatsizlik qilsa, bas, u aniq zalolat bilan yo'ldan ozibdi. Shundan so'ng Zaynab radhiyallohu anhu bu nikohga rozilik berdi. Biroq mazkur nikoh uzoq davom etmaydi. Ko'p o'tmay Zayd ibn Horisa Zaynab radhiyallohu anhuga taloq beradi. Idda vaqti o'tgach, hijratning 5-yili Alloh taoloning amriga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zaynab binti Jahshga uylandilar. Islomdan oldin arablar asrandi farzandlariga o'z nasablarini berishar. Shu sabab ularning taloq qilgan xotinlariga uylanishni harom sanashar edi. O'sha odatga ko'ra payg'ambar alayhisalom Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhudan ozod qilgan va o'zlariga o'g'il qilib olgan edilar. Hattoki odamlar uni Zayd ibn Muhammad deb ham atashardi. Ammo Alloh taolo asrab olingan bola hech qachon nasabda kishining o'z farzandi kabi bo'lmasligini ta'kidlaydi va uni o'z otasining ismi bilan chaqirishga buyuradi. Ularni, asrandi farzandlarni o'z otalari ismi bilan chaqiringiz. Shu Alloh nazdida adolatliroqdir. Bas, agar ularning otalarini bilmasangiz, u holda ular sizlarning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir. Ahzob surasi 5-oyat. Shu tariqa asrandi o'g'il ajrashgan ayolga uylanish ham mumkinligini bayon qilinadi. Ey Muhammad, eslang, Alloh va siz ne'matlarini in'om etgan kishiga, Zayd ibn Horisga, juftingni o'zingda saqla, taloq qilishga shoshma. Allohdan qo'rqin deb Alloh oshkor qiluvchi bo'lgan narsani ichingizda yashirgan edingiz va Allohdan qo'rqishga haqliroq bo'lgan holingizda siz odamlardan ta'nalardan qo'rqqan edingiz. Bas, Zayd undan Zaynabdan hojatini ado etgach, uni taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Toki mo'minlarga asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado etishgach, taloq qilishgach, ularga uylanishlarida qiyinchilik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Allohning amri esa bajariluvchidir. Ahzob surasi 37-oyat. Mazkur oyat orqali Zaynab binti Jahshni payg'ambar alayhisalomga Alloh taolo nikohlab qo'ygani ma'lum bo'ladi. Ulamolar ushbu turmushning hikmati va barokatidan yana bir sifatida to'silish oyatining nozil bo'lganini e'tirof qilishadi. Ey iymon keltirganlar, payg'ambarning uylariga faqat sizlarni biror taomga chaqirilsagina kiringiz. O'shanda ham
unga erishishga ko'z tutib turmangiz, balki chaqirilganingizda kiringiz va taomdan so'ng gapga berilib ketmay tarqaningiz. Zero bu payg'ambarga ozor berur, u esa sizlardan iymanar. Alloh haq, gapdan tortinmas. Qachonki sizlar ulardan, payg'ambar ayollardan biror narsa so'rasangiz, parda ortidan so'rangiz. Mana shu sizlarning dillaringiz va ularning dillariga nisbatan ham tozaroq ishdir. Sizlar uchun Allohning payg'ambariga ozor berish va undan keyin ayollariga uylanishingiz aslo mumkin emasdir. Chunki bu Alloh nazdida ulkan gunohdir. Azob surasi 53-oyat. Madinaga hijrat boshlanganida Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhu birinchilar qatorida yo'lga chiqdi. Toif, Haybar g'azotlarida va Vidoy hajida esa Rasululloh alayhissalom bilan birga edi. Payg'ambarimiz alayhissalom Zaynab radhiyallohu anhuning ko'p namoz o'qishi, ro'za tutishi, tasbih va salovat aytishni e'tirof etgan ekanlar. Bu haqda Imom Muslim hadis rivoyat qilgan. Rasululloh Umar ibn Hattobga Zaynab binti Jahsh avvohadir dedilar. Bir kishi yo Rasululloh, avvoha nima degani deb so'radi. U zot xushu va tazarru qiluvchidir. Alloh taolo albatta Ibrohim halim, ser qayg'u va ser tavbadir. Hud surasi 75-oyat degan dedilar. Manbalarda payg'ambar alayhissalom Zaynab radhiyallohu anhuni yaxshi ko'rganlari, Zaynab radhiyallohu anhu ham u zotni ikrom qilib, har kelishlariga ichishlari uchun asal sharbati tayyorlab qo'yishi qayd etiladi. Mazkur hol Oysha va Hafsa radhiyallohu anhularning rashkini keltirar edi. Bir kuni ikkovlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Zaynabning uyidan kelishlari bilan og'zingizdan noxush hid kelmoqda. Nima yedingiz? Deyishga kelishib oladilar. Shu orqali payg'ambar alayhissalomni Zaynabdan va u beradigan asal sharbatidan sovutmoqchi bo'lishadi. Noxush hidni yoqtirmaydigan payg'ambar alayhissalom biroz taraddudlanib, asal yegandim deydilar va bundan keyin asal yemaslikka qasam ichadilar. Shunda Qur'oni Karimdagi Tahrim surasining avvalgi oyatlari nozil bo'lgan. Ey payg'ambar, nega xotinlaringizning roziligini istab, Alloh siz uchun halol qilgan narsani, asalni harom qilib olursiz? Alloh mag'firatli va rahimlidir. Tahrim surasi 1-oyat. Oysha radhiyallohu anha aytadi: Rasulullohning ayollari orasida menga tenglashmoqchi bo'ladigan Zaynabdan ko'ra dini yaxshi, Allohga taqvo qiluvchi, to'g'ri so'z, siylay rahm qiluvchi, ko'p sadaqa beruvchi va Allohga yaqin etadigan, amallarga o'zini bag'ishlaydigan ayolni ko'rmadim. Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhu xulafoi roshidinlardan Hazrat Abu Bakr va Hazrat Umar radhiyallohu anhum davrlarini ko'rdi. Hazrat Umar unga yiliga 12,000 dirham nafaqa tayinladi. Siyrat kitoblarida Zaynab binti Jahsh o'sha nafaqaning barchasini sadaqa qilib yuborishi rivoyat qilingan. Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalom: menga qo'li eng uzuningiz birinchi yetishadi, ya'ni mendan so'ng birinchi bo'lib vafot etadi deb aytardilar. U zotning vafotlaridan so'ng birortamiz uyda yig'ilib qolsak, qo'llarimiz uzunligini o'lchab ko'rardik. Zaynab binti Jahsh vafot etguniga qadar shunday qildik. U kichkinagina ayol bo'lib, eng uzunimiz emasdi. Alloh uni rahmatiga olsin. Shundagina biz Nabiy alayhissalom qo'li uzun deb ko'p sadaqa qilishni nazarda tutganlarini tushundik. Hadis kitoblarida Zaynab onamizdan 11 hadis rivoyat qilingan. Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhu Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu xalifalik davrida Hijriyning 20-yili Madina shahrida vafot etdi. Janozasini Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu o'qib, Baqiy qabristoniga dafn etildi. Alloh taolo Hazrati Zaynab onamizdan rozi bo'lsin. Amin.